Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yer hisobida bitta uchastkamiz sotuvga chiqdi. Ko'rib turibsizlar. 15 ga 29 fasadi. Manzilga keladigan bo'lsak, Chilonzor 7-kvartalga yaqin. Mahalla nomi Qatortol Berk ko'chasi, anaqa high-tech masjiddan 200 metr chiqadi, katta yo'lga ham 250 metrlar chiqadi. Ko'rsatib o'tib ketaman ichkarisini. Kiruvchi shunaqa joy. Hovlisi bor, 10 ta xonasi bor. Ikkita sanuzilli, ko'rib turibsizlar, hovlisi ham yaxshigina. Misol uchun buni yer hisobida olib, shuni tekislatib ikkita kottej tushirishlar ham bo'laveradi. Bemalol aka-ukalar agar qidirib yurgan bo'lsa, yer hisobida o'zimiz kottej ko'taramiz deb qidirib yurganlarga tashlab qo'ysanglar ham bo'laveradi. Zo'r xonadon, o'zini ham yashasanglar bo'ladi. Fayzli 10 ta xonadoni bor, ikkita sanuzillik. Kadastrga 4-2 sotov chiqadi. Dokumentlarda hech qanaqa muammosi yo'q. Uy egalari ham juda yaxshi. Juda anaqa odamlar. Agar sotuvining narxiga keladigan bo'lsak, 50 ming deb qo'ydik. Xonalarning ichini rasmlariga olib, Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bemalol o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Podvollari ham bor. Ko'rib turibsizlar, bular ham salkam 2 etaj qilib ko'tarib qo'ygan. Anaqa bo'lib, mansardalarni ham xonaga bo'lib qo'yishgan. Yaxshi xonadon. Pastda nomerlar qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqsanglar ham bo'laveradi. Yana bitta yaxshilar videoga olib ko'rsatib beraman, tashqari atroflari bilan. Videoni kuzatib boraveringlar. Mambitlariga ham chiroyli qilib ekib qo'ygan, manzarali qilib. Mahallaning o'zi ham juda fayzli. Ko'rib turibsizlar, juda ozoda, toza mahalla. Maktab, bog'chaligi ham hamma narsa yaqin. O'zi bu lokatsiyani bilgan odam sirasi tushunadi qayerligini. Yer hisobidan sotilyapti. Sotuvi 50 mingdan qo'ydik. Xudo xolisa savdosi bor deganmiz. Nasib bo'lsa, pastdagi nomerlarga bog'laninglar, aloqaga chiqinglar. Xudo xolisa yaxshi narxlarda qilib, qo'ldan kelguncha tushirib beramiz narxini. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.